Homiladorman, erim bilan aloqa qilish yoqmayapti, oldin unaqa masala hozir tushunmayapti. Bu gap bizga bitta narsa aytib o'taman sizga. Har taraflama sizni zo'r qilib qo'ysa, sizni qo'lida olib, yaxshi inson qilib, hech nimadan nujdasi qilmaydigan qilib, soqqani berib, joy-joyda hamma narsani qilsa, majbursiz. Yoqmasa ham, yoqsa ham eringizga berishga asalim. Samim gapni bebiga zarar keltirmaydigan pozada bo'lsangiz bo'ladi. Pasteldan hech qachon yo'q deyishingiz kerak emas eringizga. Qachon yo'q deysa, qachon pastel xohlamaysa, когда erkaklar sizga pul bermasa, sizga xo'tog'ini qo'yib qo'ysa, o'sha ayol o'rinda ko'rmasa, o'sha danni naqo'y deysizlar. Tak boshqa taraflama har nimani qiladigan bo'lsa, обязательно любой moment eringiz xohlaganda hamisha berishga harakat qiling asalim. Обязательно shart emas, yoqmasa 10 minut, 5 minut hech nima qilmaydi asalim. Целый вечер siz skip o'tib ketmaydi-yu. 10 minutda qanchasi qiladi? Всё pizdes. Hamma xursand. Siz ham xursand, uni xursand qilgansiz, u ham xursand siz berganingizga. Так что o'ylamang u narsani.